Raspakowka qilamiz. Qizim bilan borib bozorlik qilib keldik uyga. Bitta ko'rsataman. Bu chek. Olgan narsalarimizni cheki. Xo'sh. O'rdak go'shti oldim, o'rtoqlar. O'rdakni o'zini ichi tozalangan, faqat bo'laklarga bo'linmagan o'rdak go'shti. Buni koreyscha achchiq o'rdakli sho'rva qilaman, xudo xolasa, nasib qilsa. Mana buni oldim. Kiyimlardan yaxshi hid keladi, shuning uchun kiyim javonga osib qo'yaman. Bu ko'zni pastiga rozviy qalam. Ustiga ko'zni ustiga sursa ham bo'laveradi. Bu pepero, ya'ni shokoladli pechenye. Ranaxon juda ham yaxshi ko'radi. Qizim tanladi. Keyingisi mol go'shti. Buni hozir qovurib yeyishimiz uchun oldik. Undan keyingisi ham mol go'shti. Buni chuchvara qilish, ya'ni pelmen qilish uchun oldim. Kecha xorazmliklarni videosini ko'rdim. Pelmenlarni suvda pishirib, qaynatib yeyotgan ekanlar. Juda ham yegim keldi. Albatta, bugun pelmen pishiraman. Soat 5 bo'ldi kechki payt, lekin baribir yarim kecha 12 gacha bo'lsa ham pelmen pishirib yeyman. Xo'sh, keyingisi bo'lsa baliq. Tozalangan baliq oldim. Buni dushanba kuni bolalarimga qovurib beraman. Bu bo'lsa sochga qistirg'ich. Bu Ranaxonga endi havo juda ham sovidi, perchatki oldik. Oldingi perchatkasi juda ham kichkina bo'lgan ekan. Bu ham rozviy, bu ham rozviy. Juda ham chiroyli, qaranglar, shiringina. Bu bo'lsa sochga rezinka. Bizni uyda bunaqa rezinkani faqat Ra'no taqadi. Opalari taqmaydi, chunki sochlarini ko'proq yoyib yurishadi qizlarim. Xullas, bugungi raspakovkalarimiz shulardan iborat azizlarim.